Assalomu alaykum hammaga. YouTube'dagi Germaniya mavzusidagi videolarimiz izohlarida juda ko'plab kommentariyalar yozib qoladi. Albatta hammasiga javob berib o'tishga harakat qilaman, lekin kichkina tekst ichida butun ma'noni yoritib berish juda qiyin. Shuning uchun bu safar o'sha umumiy qayta va qayta beriladigan savollarni yig'ib chiqqanman, tanlab olganman. O'shalarga to'liq yoritib javob berib o'tishga harakat qilaman va undan tashqari qiziq savollar bor, ensa qotiradigan savollar bor va umumiy mantiqan javob topsa bo'ladigan savollar bor. O'shalarni ham bitta-ikkitasini yig'ib qo'yganman. Shularga javob berib o'tib, shu tarzda video qilishga harakat qilaman. Uzoq cho'zib o'tirmasdan birinchi savolni boshlaymiz. Germaniyada millatchilik bormi? Javob uchun rahmat deb yozib qo'yibdilar. Germaniyada millatchilik bor. Umumiy hamma davlatda millatchilik bo'lgandek, bu mening shaxsiy fikrim. Lekin sizga bitta javob beraman, bu o'zbekistonchalik millatchilik kuchli emas. Shuni javob tariqasida qabul qilsangiz ham bo'ladi. To'liqroq yoritib beradigan bo'lsam, Germaniyada men siz yoqtirmasa ham, irqchilik qilsa ham, misol mahalliylikchilik, millatchilik qilsa ham, u sizni yuzingizga hech qachon etmaydi, chunki qonun ustuvorligi bor, har bitta qonunda yozib qo'ygan jazolar bor. Sizga san yomonsan desa ham, uni siz sudga berishingiz mumkin, unga jazo tortilishi mumkin. O'shaning uchun yomon ko'rsa ham sizni hech qachon yuzingizga yetmaydi yoki ishida ta'sir qilmaydi. Shuning uchun ham bu yerda bu narsani ko'rmaysiz. To'g'ri, g'alati qarashi mumkin, shundan sezishingiz mumkin yoki ensasi qotishi mumkin. Faqat shu holatdan ajratishingiz mumkin. Germaniya ikkita tarafga bo'lingan, agar tarixdan bilsanglar, SSRga qaragan va Amerika tomonga qaragan tarafi bor. Amerika taraflarida bu narsa kamroq deyishadi, sababi juda ko'p millatlar aralashib ketgan, o'sha kelgandalar, chet eldan kelganlar o'zi ko'payib ketgan, o'shaning uchun ahamiyat berishmaydi. SSR tarafga qaratilgan joylardagi yosh katta insonlar, oddiy insonlar ko'proq shu ensasi qotadi yoki millatchilikni sezishingiz mumkin, sababi u yerda o'sha milliychiligi, o'zini urf-odatlari, an'analari o'sha eskicha fikrlash qolgani uchun shunaqa ko'proq sezishingiz mumkin. Lekin bu menimcha odamlarga bog'liq deb o'ylayman. Men o'zim shu yerda 3,5 yildan beri yashagan bo'lsam, hech bu narsani qattiq isbotini ko'rmaganman, qattiq duch kelmaganman. Hattoki politsiyani mahkamasini oldida yashaganimda ham bir marta ham politsiya meni to'xtatmagan, hujjatlarimni tekshirmagan. O'zi biza borib o'sha murojaat qilganimizda yordam bergan. Yoshi katta insonlar ham biz nemischa gapirib, yordam berib, o'sha joy berib yoki boshqacha narsa yordam qilganimizda ham har doim kulib, yaxshi javob bergan. Yaxshiga yaxshi, xullas yomonga yomon. O'zining madaniyati bor, qonun qoidalari bor. O'shalarni hurmat qilsangiz, sizni o'sha do'stidek ham qabul qiladi kerak bo'lsa. Bu yerda hamma qonunni yaxshi ko'radi, shu qonunlarga bo'ysunib, misol svetofor qizil tursa, arablar yoki boshqalar o'tib ketishi mumkin. Mensimasdan o'sha narsani yomon ko'rib gapirishi mumkin. Nima o'tib ketyapsan yoki velosiped yuradigan yo'lda siz piyoda yurgan bo'lsangiz, bu yerdan yurma deyishi mumkin. Bu ular uchun qonun, qoida. Agar shu narsalarga bo'ysunmasangiz, albatta sizga gapiradi. Bu tabiiy holat menimcha. Shunaqa joylari bor, lekin aytganimdek, men sizni yomon ko'rsa ham qo'shningiz bo'ladimi, rahbaringiz bo'ladi. Ishda hech qachon sizga ta'sir qildirmaydi, yuzingizga hech qachon yetmaydi yoki bir yomon narsa urib, turtkilab bunaqa narsa hech qachon yuz kelmaysiz. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, assalomu alaykum, menga ish kerak. Fermada bo'lsa yaxshi ish bo'ladi. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, menga ham ish kerak. Arxitekturada, qurilishda yoki yaxshi maoshli ish bo'lsa zo'r bo'ladi. Shunaqa savollar yozadiganlar ham bor. Assalomu alaykum, menga ish kerak, topib bering yoki men o'qishga kirmoqchiman, topib bering. Kechirasiz, men konsalting firma emasman yoki bir ministerstvada ishlagan, sizga unda qarab, men ishlab bor ekan, mana shu joyga mashina oldim, prezident emasman, hattoki bu yerdagi ministr ham bunaqa narsa qila olmasa kerak, chunki bu yerda demokratiya juda kuchli. Shu bir xil shunaqa savollarni, shunaqa berilgan yozuvlarni ko'rib hayron qolaman. Menga fermada ish kerak, fermada ish bo'lsa yaxshi bo'lardi. Menga ham ish kerak, bu hammasi o'zimiz qo'limizda deb o'ylayman. Shu ish kerak bo'lsa Google ga yozasiz. Misol, men Germaniyada bo'lganimdan, O'zbekistonda bo'lganimdan ish qidirish jarayoni bir xil kechadi. Bittagina katta plus tarafi, men uje bu yerdaman, hujjatlarim tayyor, shu katta plus o'ynashi mumkin. Lekin ish qidirish jarayoni bir xil. Men hech qachon misol eshikni taqillatib ishga oling deb bora olmayman. Endi restoran, kafe oddiy ishlarda, vaqtinchalik ishlarda shunaqa qilishingiz mumkindir, lekin rasmiy ishlarda borsangiz ham, ofisiga ham, zavodga borsangiz, mana sayt, veb-saytdan topshir deydi. Googledan qidirib, platformalardan ish bor, o'shalarga topshirasiz. Fermaga ham xuddi shunaqa. Fermada ish nemischada, inglizchada yozsangiz, o'zi kelib chiqadi, o'shalarni tanlaysiz. Nima hujjatlar topshirish kerak bo'lsa, o'shalarni topshirib qilasiz. Bu qisqacha javob berib o'tganim. Hop, keyingisiga boshlaymiz. Akam, nemis tilini o'rganish tavsiyalar bering. O'zingiz qanday o'rgangansiz? Jicha tushkunlikka tushib qolyapman, danke deb yozibdilar. Nemis tili o'rganish bo'yicha maslahatlar, bilmayman, men o'zim
tilni yaxshi o'rganmaganman oxirigacha. Misol gaplasha olaman, ko'p narsani tushunaman oddiy darajada. O'zi hamma tilni, o'zbek tilini ham misol grammatikasini yaxshi bilmayman. Rus tilini yoshligimdan o'rganganim uchun grammatikalarni yaxshi bilmasligim mumkin, lekin hamma narsani to'g'ri qilaman, chunki yillar davomida o'rganganman o'sha. 25 yil davomida bog'chada 1 yil ruscha bog'chada bo'lganman. Keyin o'zbekcha maktab, o'zbekcha kollej institutida o'qiganim bilan yoshligimdan ruscha multik, ruscha kino, hamma narsa rus tilida bo'lgani uchun rus tilim shu tarzda rivojlanib ketgan tabiiy holatda. Ingliz tilini ham yillar davomida, misol 6-7 yil davomida kitoblar, videolar, hamma narsani ko'rib tabiiy rivojlantirgan. Misol oddiy grammatikani so'rasangiz ham bilmasligim mumkin ruschada ham, inglizchada ham. Shuning uchun nemis tilini hozir o'rganayotganimda ham grammatikalarni yaxshi o'rganmayman. Men asosan eshitish orqali, o'qish orqali, gaplashish orqali nemis tilini tabiiy ravishda o'rganishga harakat qilaman. Men uchun shu eng mos qulay yo'li, chunki grammatikalarni yodlab qolishim, testga kirib yechishda men juda qiynalishim mumkin. Lekin gapirishda, nutqda, eshitishda hamma narsani tushunishim mumkin. Grammatika yechish, test yechishlarda qiynalaman. Bir xillagi teskarisi bo'ladi, bir xilla shu grammatikasini zo'r o'qiydi, lekin eshitishda tushunmaydi. Hammalar testdan 100 tadan 100 ta yechishi mumkin, lekin eshitishda, gapirishda bilmaydi, ishlata olmaydi, qilolmaydi. Menda shuni teskarisi. Nima maslahat bera olaman? Menga mos keladigani bu televizor ko'rish, videolarni nemis tilida ko'rish, telefon, hamma narsani nemis tiliga o'tkazib qo'yish. Misol telefonimni ham nemischaga o'tkazib qo'yganman. Tushunmasam ham ishlataveraman. Misol kameraga kirganda kameradagi funksiyalar nemischada yozilib turaveradi. Men ham уже yodlab qolgani uchun bu narsani bosaveraman, lekin ko'z, ong bu narsalarni hammasini miyaga yig'ib oladi. O'sha miyaga yig'ib olib ongingizda yotaveradi bu har xil ma'lumotlar. Bitta joyda o'qigan so'zlaringiz kerak bo'lgan paytda 1 yildan keyin yoki yarim yildan keyin o'sha so'zlar siz qayerdadir tushunib olganingizdan keyin o'zi bilmagan holingizda o'sha ongingizdan kelib chiqib o'sha tilni ishlatishni boshlaysiz. Men shuning uchun o'sha kitoblarni ham misol yaqin orada nemischaga o'tsam kerak. 10%, 20% tushunsam ham kitoblarni nemis tilida o'qiveraman. Tushunmasam ham o'sha so'zlarni ko'rganim, o'qiganim, talaffuz qilganim uchun menga juda katta yordam beradi. Oddiy bitta videoda ham aytgandim. Yosh bolalar tilni qanaqa o'rganadi? Misol 5 yoshga to'lganda o'sha tilni yaxshi biladi. Oddiy bolalar ham maktabga chiqib qolgan, lekin nemis tilini zo'r gapiradi. Qayerdan? Chunki unga ota-onasi gapiradi, jamiyatda hamma gapiradi. Televizordan nemischani eshitgani uchun bitta so'zlarni o'rganadi, so'zlarni bog'lashni o'rganadi. Hamma narsa tabiiy ravishda rivojlanadi. Xuddi shunaqa siz ham o'rgansangiz bo'ladi. Men shu metodni qo'llayman. Miyamga, atrofimga nemischa so'zlarni, nemischa gapirishlarni, nemischa videolarni, nemischa yozishlarni, nemischa o'qishlarni tuqurganim uchun xuddi bolaga o'xshab sekin-asta o'rganib borishga harakat qilaman. Meni yo'lim shu. Boshqa juda ko'p metodikalar bor. Ko'proq o'qish kerak albatta. Bir kunda misol 24 soat nemis tilida o'qiganingizdan ko'ra har kuni 20 minutdan 1 oy davomida o'qigan nemis tilingiz juda katta foyda bo'ladi. Intizom va davomiylik juda katta rol o'ynaydi. O'zbekistondaligimda Toshkentda Blitz nemis tili o'quv markazida o'qidim. Toshkentga 6 oyga borganimda, o'qishni bitirib, diplomlarni olib borganda, o'sha yerda o'qidim, juda yoqdi. Keyin ketishim kerak bo'ldi Germaniyaga qaytib. O'sha yerda juda zo'r bo'ldi. Zo'r kitobdan o'tishyapti, o'qituvchilar kuchli ekan. Dars qulayligi va jamiyat, nima deydi, atrof muhit zo'r bo'ldi. Toshkentda bo'lsangiz, O'zbekistonda Samarqand, Farg'ona filialligi ham bor. Bemalol o'sha yerga borsangiz bo'ladi. Undan tashqari adashmasam Olmo akademiyasi bor. Mansur aka ochganlar. Yana bitik Eduzon, Goethe instituti bor. Yana boshqa nemis tili o'rgatadigan joylar ko'paygan. O'zingizga qulayini borishingiz mumkin. Men o'zim Blitzga borganim uchun o'shani tavsiya bera olaman, ichidan ko'rganim uchun va hamkorlik qilishni boshlaganmiz. Ko'p videolarimiz hamkorlik hisoblanadi. O'shandan o'rganishingiz mumkin. Yaqinda men misol uchun meni vaqtim yo'q, bu kurslarga borishga, ishim bor, boshqa narsalarim bor. Onlayn misol darslik olaman, o'qiyman, misol televizor sotib olmoqchiman va qachon 24 soat yoqib turish kerak. O'sha nemischa yengillik bo'ladi, nemischa narsa bo'ladi, o'shani qo'yib qo'yaman. Kompyuterda ish qilsam ham, video ko'rsam ham, boshqa narsa qilsam ham televizor har doim orqa fonda miyamga, ongimga ma'lumotlarni yig'irish kerak. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, pul orttirib bo'lmasa arzimas ekan deb borishga. Albatta, Germaniyaga pul orttirib boyib ketaman deb niyatida keladigan bo'lsangiz, faqat pul dardida keladigan bo'lsangiz, kelmaganingiz yaxshi. Xavfsizlik bir bo'ladi. Bu yerda ko'p ishlaganingiz bilan ko'p pul topib olmaysiz. Masalan, Amerika emas, Avstraliya emas yoki boshqa davlatlar emas. O'shaning uchun qancha ko'p pul topsangiz, shuncha soligingiz ham ko'payib boradi. Va bu yerda pul uchun kelmaydi. O'zi Germaniyadagi nemislarning o'zi ham yoshlari, boshqalari shu katta pul dardida yuradiganlar darrov chet elga chiqib ketadi. Amerikaga, boshqa davlatlarga, Dubayga borasiz, sog'liqlisiz davlat, shunaqa
ko'pchilik o'sha pul uchun misol faqat ishlab pul orttirib boyib ketaman, mana shunaqa 5-10 yil ishlayman, uy-joy, mashina qilaman deb keladiganlar ko'pchilikning hafsalasi pul bo'ladi. Undan tashqari Germaniyaga kelish juda qiyin. Til sertifikati kerak, tilni yaxshi bilishingiz kerak. Hujjatbozligi, boshqa narsalari bor. 99% ish bu hujjat asosida, misol qora ishlar yo'q. Bo'lsa ham o'sha juda kam. Shuning uchun bunaqa holatlarni juda kam eshitganman. Ko'pchilik o'sha pul orttirishga qaysi davlatni qidirayotganda Germaniya qiziqib ko'radi, lekin jarayonlarda ko'rgandan keyin qiyin ekan deb boshqa o'z davlatlarga avtomatik tarzda o'tib ketadi. Shu pul orttirish arzimaydi. To'g'ri, bu yerda misol doktor bo'lib ishlaydigan, boshqa bo'lib ishlaydiganlar, kasbda ishlaydiganlar ham oyiga 1000, 2000, 3000 ham orttirib tashab qo'yadi. Misol har oy 5000 yuboradiganlar ham bor, ITda ishlaydigan boshqalar. Lekin ular kasb mutaxassislari, ular kasbini yaxshi ko'rib, o'qib, yillar davomida o'qib, tajriba yig'ib, ishga topshirib, keyin shu urovingga chiqib olgan 5-6, 10 yillarni ichida. Shunchaki misol O'zbekistonda o'tirib divanda hop qatta ko'p pul topsam bo'lar ekan, jentr olishim kerak, uy olishim kerak deb o'tiradigan bolalar Amerikani ko'rib, Amerikaga viza chiqish qiyin ekan, boshqa Germaniyaga boraman, yaqinroq ekan deb o'ylasa, harakat qilmasangiz ham bo'ladi deb maslahat berishim mumkin. Yana bilmayman. Keyingi savolni ko'ramiz. Germaniyada house building qilishda bank hisobi va kafillik beruvchi odam bo'lishi kerak ekan. Bu borada hech kim to'liq ma'lumot bermaydi. Shu tomonni ham to'liq video qilsangiz, aka oldindan rahmat. Germaniyada house building. Hop, Germaniyada house buildingda blok счет hech qanaqa pul qo'yilmaydi. Blok akkauntga pul qo'yish degan narsa bor. 13,000 euro atrofida. Alohida YouTube'da o'zi kanalimda video ham bor. House building uchun qo'yilmaydi. Sababi siz to'g'ridan-to'g'ri kollejga kelasiz. Bu ishxonaga biriktirilgan bo'ladi. Siz ishxonada misol 3 hafta ishlaysiz, 3 hafta o'qishda o'qiysiz. Shu tarzda ketaveradi va ishlagan kunlaringizga o'zi shundoq ham stipendiya yoki oylik desa ham mana shunaqa pul chiqadi sizga. Har oy 1800, 1200 o'sha o'qiyotgan, ishlayotgan joyingizga qarab har xil bo'ladi. Beradigan sizga oyligi, stipendiyasi desa bo'ladi, oyligi desa ham bo'ladi. Chunki siz ishlaysiz, o'shanga yarasha pulingizni ham beradi. Shuning uchun bunaqa narsa qo'yilmaydi. Siz kelishingiz bilan o'qishingiz boshlanganini biladi, ishingiz borligini biladi, sizga oyiga daromadingiz borligini, pul tushishini biladi, ko'chada qolib ketmasligingizni biladi. Shuning uchun blok счетga pul qo'yilmaydi. Faqatgina o'sha student kollej, bakalavr, magistratura, boshqa holatlarda blok akkauntga pul qo'ydiradi, muzlatib qo'yadi. Germaniyaga kelib, siz bu yerda ish topguningizcha, hujjatlaringizni to'g'rilaguningizcha, moslashib ketguningizcha o'zingizda счетingizda pulingiz bo'lib, ko'chada qolib ketmasligingiz uchun. Bu narsani o'sha shu tarzda o'ylab chiqilgan. House buildingda unaqa emas, sababi siz to'g'ridan-to'g'ri ishingiz bor. Kafillik beruvchi odam bu boshqa holat. O'sha blok akkauntga pul qo'yayotganda boshqa yo'li yo stipendiyangiz bo'lishi kerak, har oy sizga 1000 euro tushadigan grant yutib olgan bo'lishingiz kerak, yoki o'sha kimdir kafillikka olib, uni oylik daromadi sizni qoplashga ham yetishi kerak. Buni endi boshqa safar to'liq qilib yoritsak bo'ladi. Eng asosiysi house buildingda blok akkaunt umuman qo'yilmaydi. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Meni kasbim plitka kafel bosaman. Shu ish bo'yicha ketsam qanaqa ish topaman agar nemis tilini o'rganib borsam? Va men oylik ishda emas, qilgan ishimga yarasha pul beradimi? Shunaqami? Endi nalog to'lash qanaqa bo'ladi va viza qayerga topshiraman? Ishonchli joy qayer? Germaniyada plitka kafel bosish uchun unda ham o'qigan bo'lishingiz kerak. Shu yo kasb-hunar kollejda, yo bakalavrda, shu sohaga yaqin oid ishda o'qigan bo'lishingiz kerak. Sizdan sertifikat so'raydi xullas. Ja bo'lmaganda shu yerdagi qaysidir kurslarni, rasmiy kurslarni o'qib tugatgan kursni so'raydi. Birinchisi bu to'g'ridan-to'g'ri misol kafel tergansiz, 10 yil tajribangiz bo'lishi mumkin, kuchli kafelchi bo'lishingiz mumkin. Lekin sizning hujjatingiz bo'lmasa, bu narsada Germaniyada qabul qilmaydi. Juda ko'p holatda. Ketish uchun nemis tilini o'rganishingiz kerak albatta. Ishlaysiz, ish beruvchi bilan ham, klientni ham gapini tushunish uchun, hujjatlarni o'qish uchun, talablarni o'qish uchun nemis tili kamida B2 bo'lishi kerak. Va oylik ishga emas, qilgan ishingizga yarasha bu bilmadim. Bu bizani stil, misol qilgan ishga pul to'lash yoki Rossiyada shunaqa bo'lishi mumkin, boshqa Qozog'istonda shunaqa bo'lishi mumkin. Yevropada asosan misol qilgan ishiga pul to'laydigan joy juda kam bo'lsa kerak. Bu ham shu qora yo'llar bilan ishlaydigan, mana shu ukrain, ruslar ishlatayotgan bo'lishi mumkin. Asosan oylik. Misol firmaga kirsangiz ham kafil teradigan bo'lib, sizga oylik, mana senga 6000 oylik beraman har oy deydi. O'shani 6000 oyligiga ishlab yuraverasiz. Ko'p qilasizmi, kam qilasizmi, o'sha oylik bergan zakazni yopib boraverasiz. Uni kelishishga ham bog'liq.
Shunaqa juda ko'p holatda oylik bo'ladi. Ishbay gaplashish juda qiyin bo'lsa kerak. Xususiy firmalarda agar topsangiz, misol bo'lishi mumkin. Misol men o'zim firma ochsam, kafil teradigan organizatsiya ochsam, balki bitta ish olsam, mana shu ishni tugatib bersang, 2 oyda 3 oy tugatib bersang, shunaqa qilib siz bilan kelishishim mumkin. Bunaqa odamlar kam. Nemislar, boshqa Yevropadagilar firma ochsa, kafil bo'yicha shug'ullansa, shunaqa oylik bay o'tkazib qo'yadi. Vizani qayerga topshirasiz? Vizani o'zingiz topshirasiz onlayn elchixonadan. Ish topsangiz ham kontrakt yuboradi onlayn, uni o'qib chiqasiz, qo'l qo'yasiz, sizga qo'l qo'yadi, elchixonaga olib kirasiz. Mana rasmiy ishxona meni chaqiryapti, shartnoma, keyin sizga viza beradi. Mantiqan o'ylab qaraydigan bo'lsa ham, Germaniyada hamma narsa hujjat bo'yicha ishlaydi, hamma narsaga hujjat, kasb, diplom talab qilinadi. O'sha kafil, nemis tilini bilsangiz, kafil terish bo'yicha Ausbildung, shu sohaga yaqin oid Ausbildungda bo'lishi mumkin. Kelib 3 yil o'qib, orada ishlaysiz, keyin bemalol o'sha Ausbildung bitirgandan keyin rasmiy ishlashingiz mumkin butun umr. Keyingi savol, Ausbildung yoki universitet qay biridan boshlash yaxshiroq? Xo'p, Ausbildung umuman boshqa yo'nalish, kollej, kasb-hunar kollej, ham o'qiysiz, ham ishlaysiz. Universitet bu boshqa, faqat o'qiysiz. Ausbildung kimga yaxshi? Bu oddiyroq kasbni egallamoqchi bo'lganlarga juda qulay, mos narsa. Universitetda qiyinroq kasblarga yo'naltirilgan bo'ladi. Misol nemis bolasi ham maktabni bitirgandan keyin oddiy zavodda kimdir bo'lib ishlayman desa, tosh teruvchi yoki bog'bon yoki nimadir sartarosh yoki zavodda mashinist nimadir bo'lib ishlayman desa, Ausbildungga o'tib ketadi. Agar doktor bo'laman, arxitektor bo'laman, IT mutaxassis, matematik, misol olim, mana shunaqa qiyin kasblarga universitetga boradi. U narsalar Ausbildungda, kollejda bo'lmaydi. Shuning uchun ikkalasi juda ikki xil dunyo olam. Bizda endi kollejdan keyin universitet qilib qo'yishgan. Bu yoqda unaqa emas. Maktab bitirgandan keyin yo kollejga bor, yo universitetga bor. Unaqa birinchi kollej, keyin universitet, keyin magistratura emas. Bakalavr, kollej tanla qaysi birini qilmoqchisan, o'sha yoqqa boraveradi. Misol Ausbildungga kollejni 3 yil o'qib tugatganingizdan keyin, ishlaganingizdan keyin, mutaxassis bo'lganingizdan xohlasangiz, misol siz oshpazlikka o'qib tugatdingiz. Keyin shuni 3 yil ishlaganingizdan keyin men endi kattaroq bir ovqat bo'yicha mutaxassis yoki nimadir bo'laman desangiz, universitetga topshirishingiz mumkin. Keyin yana 3 yil, 4 yil o'qiysiz, keyin magistratura qilishingiz mumkin. Shunaqa qilsangiz ham bo'ladi. Lekin asosiy o'zingizning maqsadingizga bog'liq. Qaysi yo'nalishda ishlamoqchisiz, qanaqa kasblarda ishlamoqchisiz, nima qilmoqchisiz bu hayotda. O'shanga qarab yo Ausbildung yo universitet tanlaysiz. Boshlashga qaysi biri yaxshiroq debsiz? Endi boshlashi uchun Ausbildung yaxshi, sababi kelasiz, ishingiz bo'ladi, ish topishdan o'ylamaysiz. Ham nemis tili, misol eng yomon nemis tili bilan qabul qilinib majburan kelsangiz, o'qish jarayonida, ishlash jarayonida qiynalib o'rganib ketasiz. Universitetda kelasiz, o'qish boshlanadi, o'qishdan tashqari o'zingiz ish topishingiz kerak bo'ladi. Shu narsa hammasi o'zingiz bo'yningizga tushadi. O'sha pul topish kerak, bitta ishga joylashasiz, 6 oydan keyin siz bo'shatib yuborishi mumkin yoki ish yoqmasligi mumkin, shunaqa narsa ketaveradi. Ausbildungda hammasi joyida, har oy sizga tushadigan pul bor, ishingiz tayin, o'qishingiz tayin, shunaqa yuraverasiz. Aytganimdek, lekin hammasi har xil yo'nalish o'zingizga bog'liq deb o'ylayman. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, assalomu alaykum aka, top universitetlardagi magistratura dasturi haqida ma'lumot bera olasizmi? Qanday hujjatlar ketadi va universitet talabi haqida? Oldindan rahmat. Bunaqa savollar ham ensa qotiradigan savollar deb aytishim mumkin, endi qo'pol eshitilishi mumkin. Sababi top universitetdagi magistratura dasturlari haqida ma'lumot bering deb yozibdilar. Buni oddiy Google'ga kirib ham topsangiz bo'ladi. Men hamma universitetlarni ro'yxatini yodlamaganman yoki boshqa konsaltingda ishlaydigan hattoki odam ham hamma universitetlarni yodlab o'tirmaydi. U programma qilib qo'ygan bo'lishi mumkin yoki sizni o'rningizga Google'ga yozib qidirib berishi mumkin. Eng oddiy yo'li Google'ga kirasiz, Germaniyadagi top universitet nemischada, inglizchada yozasiz, chiqib keladi. Qanaqa hujjatlar kerak, hammasi veb-saytda bor. Hammasini o'zingiz qilsangiz bo'ladi. Misol, mana shu kommentariyani, shunaqa kommentariyalar yozadigan insonlarga shu kommentariyani yozish uchun ham videoni tagiga kirib izohlarga yoziladi, vaqt ketadi, 2 minutmi, 3 minut vaqtingiz ketadi. Xuddi shuni olib Google'ga qo'ysangiz, o'sha Google'da o'zi chiqib keladi saytlar. ChatGPT bor hozir, eng undan ham oson bo'lib ketgan. ChatGPTga yozsangiz, mana universitetlar deydi, linklarni tashab qo'yadi. Shuni bosasiz, kirasiz, o'sha qaysi hujjatlar borligi. O'zi shunaqa bo'lish kerak. O'zini ustida ishlash, o'zi mustaqil ravishda o'rganish, mustaqil ravishda ma'lumot topish, mustaqil ravishda ma'lumotni ajratish degan narsalar bor. Bu narsasiz siz biror narsani o'rganishingiz juda qiyin, biror narsani tugatishingiz, eplashingiz juda qiyin. Bilmadim, hozir misol sizga top universiteti mana hujjatlar kerak deganim bilan siz u yog'iga boringiz.
bu hujjatlarni srogi qanaqa, boshqa narsa savollar kelib chiqaveradi. O'zingiz o'rganmasangiz, o'zingiz harakat qilmasangiz, bunaqa narsalarni men bilmayman. Men o'rningizga vaqt ketkazib o'tirmayman. Misol konsalting firma bo'lsam ham, sizdan $1000 pul olib, o'rningizga shu narsalarni qilib bersam ham, o'z chegarasi bo'ladi. Bitta, ikkita, uchta, 10 ta savol so'raysiz, 10 ta universitet topib berarman, lekin 20 ta so'raversangiz, men cheksiz yugurmayman yoki cheksiz izlamayman. Ba'zilarni o'zingiz qidirib, misol, mana men universitetlarni topdim, mana men hujjatlarim o'zing terib, o'zing topshirib, o'zing jarayonni qilib, konsaltingga berib qo'ysangiz, konsalting shu bosh og'rig'ingizni olishi mumkin. Yaxshi ishlaydigan konsalting. Lekin aytganimdek, hamma narsa o'zingizga bog'liq. Internetda ma'lumot bor. Men ham top universitetdagi magistratura dasturlari haqida ma'lumot kerak bo'lib qolsa, sizga o'xshab, xohlagan boshqa insonga o'xshab Google'ga kirib qidiraman yoki ChatGPTdan qidiraman. Shu o'tirib, izlanib, saytlarni tekshirib chiqib, universitetlarni solishtirib, universitetning veb-saytining ichiga kirsangiz, nima hujjatlar kerakligi, deadline'lari, kim nechta qabul qilinishi, hamma narsa ma'lumot bo'ladi. O'shani o'qib, erinmasdan harakat qilish kerak. Shunaqa savollar juda ko'p bo'ladi. Bilmayman, insonlar mana shu kommentariy videoni ko'rib, kommentariy yozishga erinishmaydi, lekin Google'ga yozishga erinishadi negadir, yo'q o'qishadi. Keyingi savol o'qiymiz. House building bilan borib, yaxshi ish topib, ishlab o'qisa bo'ladimi? House buildingga borsangiz, o'zi bog'langan ish bo'ladi. Misol, mashinistlik uchun house buildingga borishingiz mumkin, restoranga house buildingga borishingiz mumkin, hotel managementga, yana nima, sartaroshlikka, bog'bonlikka aytganda hamma narsa o'zi ishingiz bilan o'qishingiz bog'langan bo'ladi. Yaxshi ish topib o'qishni qo'shimcha ishlar olasiz, mini job qila olasiz. O'qishdan tashqari agar o'qishingizga ta'sir qilmasa ruxsat berishi mumkin. House building asosan sizni ishingiz tayin. Bitta zavodga biriktirilgan bo'lishingiz mumkin, mehmonxonaga, restoranga, boshqa joyga o'sha yerda ishlaysiz. Siz yaxshiroq ish topib, unaqa narsa yo'q. Topshirayotganning o'zida bilasiz nima ishda ishlashingizni. O'shaning uchun boshqa ishlarga o'tib keta olmaysiz. Bu ish yoqmadi zavodda. Men house buildingim qoladi deb boshqa ishda ishlayman deydigan narsa yo'q o'sha. Biriktirilgan ishda siz ishlashingiz kerak. Bitirganingizdan keyin ular sizni ishga olib qolishga harakat qiladi. Yoki o'zingiz boshqa shu yo'nalishdagi boshqa kompaniyalarga topshirishingiz mumkin bo'ladi. O'qishni bitirgandan keyin. Tushuntirib bera olmaganimdan keyingi savol. Hochschullarda ingliz tilida iqtisod sohalarini birida o'qisa bo'ladimi? Hochschule degani bu universitetda ikkinchi yo'nalishi bor. Universitet bor, Hochschule bor. Ikkalasi bir-biriga o'xshash. Universitetda ko'proq tadqiqotga yo'naltirilgan bo'lsa, Hochschuleda kasbga yo'naltirilgan, praktikalar ko'proq bo'ladi. Hochschuleda ingliz tilida iqtisod sohalarida birida o'qisa bo'ladimi? Bo'ladi. Javobim shu. Bo'ladi. Bunaqa savollar beradigan insonlardan ham hayron qolaman. Shunaqa savol berish madaniyati ham bor. Savolni chiroyli berish, savolni to'liq berish degan narsa ham bor. O'qisa bo'ladimi? Savolga mantiqiy javob o'qisa bo'ladi. Men bo'ladi deb yozsam, savolga to'liq javob bergan deb hisoblayman o'zimni. Chunki bu yerda boshqa savol ko'rmayapman. Lekin o'zbekcha fikrlar, misol yozganlarini o'ylaydigan bo'lsam, iqtisod sohalarini ingliz tilida o'qisam nimalar kerak, nimalar bo'ladi, mana shunaqa savollar tagida bor. Juda katta savol, unga javob berish uchun juda ko'p vaqt ketadi. Misol video qilib olish kerak va undan tashqari o'rganib chiqishim kerak. Aytganimdek, albatta bo'ladi. Misol mingta, millionlab odamlar topshirib o'qiyapti ingliz tilida. Siz ham o'qisangiz, topshirib o'qisangiz bo'ladi. Shuning uchun oddiy Google'ga kirib, veb-sayt topib, o'sha universitet topib, ingliz tilida yo'nalishingiz bo'yicha keyin uni kirsangiz, misol IELTS 7 dir, IELTS 5 dir, umuman til sertifikati kerak emasdir. Shu narsalarni yozib qoldiradi, ko'rib o'rganib, o'zingiz bir 10 minut, 15 minut vaqt ketkazib, men begona insonman, baribir gapim, misol yo'q bo'lmaydi desam, butun umringizdagi ma'lumot bo'ldi, yo'q bo'lmayotgan deb ketmaydi-ku, birovga ishonib ketmaysiz. Veb-sayt bor, tayanch ma'lumotlar bor, haqiqiy ma'lumotlar bor. O'sha dalil sifatida o'shalarga tayanib ish qilish kerak. Misol, meni gapim, boshqa bitta insonning gapi yoki tanishishi gapi, ko'chada kimdir o'tib ketib, bo'lmayotgan ingliz tilida Germaniyada bakalavr yo'q ekan, nimadir yo'q ekan desa, ishonib ketish menimcha to'g'ri emas. Har doim tekshirish kerak, izlanish kerak. Shunaqa. Bu xuddi misol uchun ko'chada ketyapsiz, Chorsuvga borsam bo'ladimi desa, bo'ladi, boraver. Devoradi kimdir sizga. Chorsuvga qanaqa qilib borsa bo'ladi, yo'lni ko'rsatib yubor deyish u boshqa savol. Lekin Chorsuvga borsam bo'ladimi deb savol bersangiz, bo'ladi, boraver. Kimdir shunaqa javob berish mumkin. Bu yerda ham xuddi shunaqa savol.
iqtisod sohalarida ingliz tilida o'qisa bo'ladimi? Bo'ladi. Agar boshqacha savol yozsa, ozgina ko'proq vaqt yo'q. Misol, ingliz tilida necha daraja kerak? IELTS necha, 7 mi, 8 mi yoki IELTS 7 bilan o'qisa bo'ladimi? Yoki qaysi shaharlarda? Juda ko'p savolni chuqurroq, aniqroq qilib yozishni o'rganish kerak deb o'ylayman. Xuddi shunaqa yo'l so'rayotganingizda ham Chorsuga borishda qaysi yo'l bilan borganim tezroq bo'ladi. Men vaqt cho'shyotgandim, 15 minut vaqtim bor, avtobus ushaganim yaxshimi, taksi ushaganim yaxshimi, qaysi yo'l bilan borganim yaxshiroq desiz, u o'ylab aniqroq sizga javob beradi. Umumiy savol bersiz, umumiy javob bo'la olasiz. Keyingi savol o'qiymiz. Bir tiyinlik foydasi yo'q, hech qaysinisi, hammasi pulga borib taqaladi. Bilmayman qaysi videoga yozilgan gap. Hammasi pulga borib taqaladi. Nima? Nimasi pulga borib taqaladi? O'zi pul ishlashga hamma borsa deb smayliklar bilan javob yozgan ekanman. Aka uzr, lekin sizga aytganim yo'q, shunchaki men ham shu Yevropaga million marta harakat qilyapman. Hech bo'lmaganda kam bo'lsa ham so'rashyapti-da, shunga aytayman. Bilmayman, nimaga o'zi gap yozgan gaplarining o'zida ma'no yo'q edi. Men ham nimani yozdingiz so'raganman, shuni sizga aytganim yo'q, shunchaki Yevropaga borishga million marta harakat qilganman deb yozyaptilar, hech o'xshamayapti. Pul so'rashyapti deb. Menda ham bu savolga javobim, shunaqa insonlar bor, kommentarlar juda ko'p yozishadi. Juda ko'p harakat qildim. Nemis tilini zo'r bilaman, million marta harakat qildim. Agar borib o'sha insonni topib hozir mana shu videoda o'tirib gaplashsak, nima harakat qildingiz? Internetda o'tirib qidirdim, videolarni ko'rdim. Unisi bormi, bunisi bor deyapti. Til o'rganish kerak ekan. Men shuncha harakat qilib ko'rdim. Mashina harakat deyshadi. Masalan, yillar davomida til o'rganib kelayotganlar bor. 2 yil umrini, 3 yil umrini, 4 yil umrini kasbi tilni o'rganib kelayotganlar bor. Bir 1000 ta ishxonalarga topshirib, 3 ta 4 tasidan suhbat olib ishga kelayotganlar bor. Ularning harakati bularning orasida hech nima emas-da. Bu yerga mana shunaqa insonlar o'tiradi, divanda telefon titkillaydi, internet ko'radi. Telegramda qanaqadir fake, aldamchi kanallar bor. Shu pulingizni ishiladigan. Banda Germaniyada 10 ta zavodda 10 ta ishchi kerak ekan. 3000 bersang, men seni olib kirib qo'yaman. Borishing bilan 4000 lik oylik olasan, bir oyda pulingni chiqarib olasan deydigan shunaqalarga ishonishadi. Srazu pul to'lashim kerak ekan. Yo'q, Germaniyaga kelish absolutni tekin. Nemis tilini bilsangiz, kasbingiz bo'lsa, hujjatlaringiz bo'lsa, o'zingiz topshirib, suhbatlardan o'tib, albatta mehnati bor. Ishlarga topshirishingiz kerak, suhbatdan o'tishingiz kerak, sizga shartnomaga borib, shartnoma o'qish kerak, qo'l qo'yish kerak, elchixonaga kirish kerak, hujjatlar yig'ish kerak. Hammasidan o'tgandan keyin o'zingiz kelsangiz bo'ladi. Hech qanaqa xarajati yo'q. Shunaqa savollarni ham tushunmayman. Insonlar men o'qib ko'rdim va nemis tilini zo'r o'rganib oldim. Hop, nemis tilini zo'r bilar ekan, necha sertifikat desam, B2 C1 sertifikat bor, men yordam beraman o'zim desam, yo'q, sertifikat olmaganman, prosta 1 yil 2 yil o'qidim. Qanaqa bo'lib o'qigansan deb so'rasangiz, bir oyda bir marta borgan, o'zi 3 ta 4 ta video ko'rgan, shuni o'zi yetdi. Men xayolida shunaqa o'ziniga to'g'ri otsenka bering, o'zini to'g'ri tasvirlay olmaydigan insonlar ham bor. Keyingi savol o'qiymiz. Assalomu alaykum. Bank akkaunt ochmasdan o'qisa ham bo'laveradimi bakalavrda? Agar bo'lmasa, qaysi o'qishda bank akkauntsiz o'qisa bo'ladi? Bakalavr kelishda blok akkauntga pul qo'yish kerak. Gaplashganimizdek, magistratura, bakalavr kelish, student kollejga ham kelishda blok akkaunt ochmasdan kelishning ikkita yo'li bor. Birinchisi bu stipendiya yutib olishingiz. Qaysidir tashkilot, universitet bu stipendiyani bermaydi. Qaysidir tashkilot, misol foundationlar bor, davlat berishi mumkin, xususiy kompaniyalar berishi mumkin. Rag'batlantirish maqsadida qiynalgan yoki o'qimishli, iqtidorli talabalarga grant beradi. 1 yil davomida sizga har oy 1000 euro, 1,5 euro stipendiya berishi mumkin, grant berishi mumkin. Bu o'qishga bog'lanmagan, bu alohida tashkilotlar, DAT bor, boshqalar bor. O'shalarga topshirib yutib olishingiz mumkin. Lekin ularda konkurensiya ham kuchli, chunki sizga o'xshab millionlab inson butun dunyodan topshiradi. O'shandan yutsangiz, sizga hujjat yuboradi. Mana Germaniyaga kelishing bilan, o'qishni boshlashing bilan har oy senga shu stipendiya nomidan senga 1,5 euro tushadi. O'shandagina sizdan blok akkaunt pul so'ramaydi. Sababi borishingiz bilan biladi, har oy siz shotingizga pul tushadi, o'zingiz qoplaysiz. Ikkinchi yo'li bu Germaniyada nemis fuqarosi bor inson, nemis pasporti bor inson sizni mas'uliyatini olish kerak. Sizni o'zini bo'yniga bu degani bir inson bor, aytaylik o'zbek, nemis pasporti bor. U sizni mana shu insonni men o'z qamrog'imga olaman, Germaniyaga kelsa men ta'minlab beraman deydi. Lekin uni ham jarayon juda qiyin. Deyarli hech kim bu ishni qilmaydi, sababi uni oyligini so'rashadi. Uni qayerdan necha pul topayotgan hamma hujjatlarni yig'ish kerak. Unga ham juda ko'p vaqt ketadi. Topshiradi elchixonaga, tekshirib chiqishadi. U topadigan daromadi aytaylik
doktorlar eng ko'p oylik topadigan bo'lsa, 6.000 euro oylik topadigan inson ham oilasi bor, ayoli, ikkita bolasi bo'lsa, o'sha pul hisoblab chiqadi, seni o'zingga 4 ta odamga topayotgan katta oyliging yetar ekan. Yana bitta odam topish uchun oyliging 8.000, 9.000 bo'lishi kerak deydi. Shunchaki oyligi bor inson hammani chaqirib yubora olmaydi. O'sha o'zidan tashqari bitta odamga hamma xarajatdan tashqari 1000 euro qolish kerak bo'lsa, misol har bitta odamga 2000 eurolik oylik qo'shilib boraveradi. Shuning uchun bunaqa ishchi qiladiganlar juda kam, yo juda boy bo'lish kerak. Germaniyada bilamiz, boy bo'lish juda qiyin. Katta daromad topadiganlar juda kam. Bunaqa holatlarda yoki bitta o'zi misol 6000 oylik olsa, oilada o'zi bitta o'zi yashasa, oilasi bo'lmasa, farzandlari bo'lmasa, sizni chaqirishi mumkin. Chunki oyligi o'ziga ham, sizga ham yetadi. Lekin bunaqa holatlarda ham topish qiyin, sababi aytganimdek, jarayon juda kuchli, tekshiri bor. Deyarli hech kim, agar siz yaqin qarindoshingiz bo'lmasa, uzoq qarindoshingiz ham manimcha rozi bo'lmasa kerak. Shuning uchun blok akkaunt 99% holatda blok akkauntga pul qo'yib kelasiz. Qolgan holatlarda o'sha 1% holatda grant yutib kelasiz. 0.01 holatda mana bunaqa boy tanishingiz bo'lsa, sizni otaliq qolishi mumkin. Keyingi savol, nemis tilini bilmasdan turib ham ishlash uchun borsa bo'ladimi? Faqat ingliz tili bilan. Deyarli iloj yo'q. Nemis tilini bilmasdan turib ishlash uchun borish faqatgina IT yoki meditsina sohalarida bo'lishi mumkin. Unda ham juda katta mutaxassis bo'lsangiz, sizni kerakli mutaxassisligingiz biladi, misol obro'yingiz bor, qo'lingizdan katta proyektlar kelishini bilib, sizni ingliz tili bilan ham chaqirib olaveradi. Qolgan hamma holatda nemis tili kerak, sababi Germaniyada ingliz tiliga o'tmagan. Doktor bo'lib ishga kelsangiz, siz nemis patsientlar bilan nemischada gaplashasiz. Hujjatlar hammasi nemis tilida, ingliz tilida hech qaysi yozilmagan. Do'konda ishlaysizmi, zavodda ishlaysizmi, hamma narsa nemis tilida, hech qaysi narsa ingliz tiliga rasmiy o'tmagan. Shuning uchun ham nemis tilini bilish juda muhim hisoblanadi. Faqatgina IT kompaniyalarda mumkin, sababi mantiqan o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, IT kompaniyada siz inglizcha kodlar yozasiz, ingliz tilida veb-sayt, ingliz tilida ilova yasayotgan bo'lishingiz mumkin. O'shaning uchun mosga yo'l. Siz ofis ichida inglizcha gaplashib, inglizcha muloqot qurasiz. Qolgan holatlarda siz insonlar bilan ishlaysiz, xizmat ko'rsatasiz. Boshqa nemis fuqarolar bilan tilda muloqot qilib, gaplashganingiz uchun, hujjatlarni o'qiganingiz uchun nemis tili kerak bo'ladi. Hattoki haydovchilikka ham kelsangiz ham, ming avtobusda o'tirib, hech kim bilan gaplashmasangiz ham, unda ham sizga plan beriladi, kimgadir telefonda gapirish kerak bo'ladi, plan topshirish kerak bo'ladi, yoki kimdir so'rasa yo'lda javob berishingiz kerak bo'ladi, o'shanda ham nemis tili kerak bo'ladi. Shuning uchun ingliz tilida juda qiyin. Uning uchun katta mutaxassis bo'lishingiz kerak. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, nega videoda tushuntirishlar bo'ldi-yu, lekin qaysi veb-sayt orqali o'qishga topshirish aytilmadi? Nega? Menga onlayn o'qishga topshirish uchun aniq bir universitet sayti haqida ma'lumotlar kerak edi. Qayerdan topsam bo'ladi deb yozibdilar. Aytganimdek, nega kimdir videoda aytishga, o'zi kanalimda video bor. O'sha qanaqa qilib Googledan bakalavrga topshirish hamma jarayonni qilgan videoim bor. Sayt, misol YouTube'imni ko'rasizmi? Shunday ichiga kirsangiz, Germaniya playlisti bor, o'shaning ichida Germaniyaga bakalavr, magistratura topshirish ko'rsatmasi bor. O'sha yeb chaynab solib qo'yiladigan qilib tushuntirib o'tishga harakat qilganman. Googledan misol uchun qidirganman, qaysi universitet yo'nalishi, universitetlar ro'yxati chiqqan, talablarni ko'rib chiqqanman, keyin qanaqa topshirish tushuntirganman, mana shu jarayonlarni o'tganman. Bu bir tayyor video bor. Mani videoim bo'lsa, boshqa videolar ko'p. Germaniya oliy ta'limi YouTube kanali bor. Blitz YouTube kanalida bor ma'lumotlar, juda ko'p ma'lumotlar bor. Shular haqida qidirish kerak, izlanish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchidan, eng oddiy yo'li qaysi saytlar orqali topish. Google ga yozing, o'z saytlar kelib chiqadi. Germaniyadagi o'sha universitetlarga topshirish platformalari bor, o'z Google ga yozsangiz inglizchada, hattoki o'zbekchada yozsangiz ham ancha chiqishi mumkin. ChatGPT ga yozsangiz, mana shu Germaniyadagi universitetlarga topshirish platformalari bo'lsa, hammasi bitta jamlangan, topib bersangiz, topib beradi ChatGPT. Ma'lum qayerdan topsam bo'lar? Oddiy Googledan, internetdan. Mantiqiy javob. Shunaqa savollarni o'qib hayron qolaman, chunki bu savollarni yozish uchun vaqt ketkazgansiz. Xuddi shuni Google ga yozing, ChatGPT ga yozing, tayyor kelib chiqadi. Bundan oson zamon bo'lmasa kerak, bundan oson ma'lumot topish. Mantiqiy fikrlab, juda ko'p savolga javob, juda ko'p muammolarga yechimni mantiqiy fikrlab, ozgina mantiqiy fikrlab topsa bo'ladi deb o'ylayman. Bilmayman, qaysi videoimga yozilgan kommentariy bu. Lekin o'sha alohida
juda ko'p mavzularni alohida yoritib chiqqan videolarim bor. Blog account haqida alohida, adashmasam 30 minut, bakalavriatga topshirish hamma jarayonlar haqida alohida. Germaniyaga kelgandan keyin nima jarayonlar borligi, misol birinchi bankka, keyin shahardan registratsiya, keyin boshqa narsa, sug'urta, hammasini jarayoni alohida videosi, boshqa alohida viza topshirish jarayon, hammasini alohida videosini qilganman. 40 minut, 50 minut, 30 minut. Chunki bunaqa savolga, misol 40 minutlik videoni mazmunini bitta savolga kichkina qilib javob berish iloji yo'q. 40 minut uzoq tushuntirish kerak bo'ladigan masalalar joylari bor. Keyingi savol o'qiymiz. Qaysi firma orqali qilish raqamlari bormi deb. Adashmasam bu Work and Travel qilgan videomizga yozilgan kommentariy. Ikkita bola bilan video intervyu qilganman. Work and Travelga kelishgan bizning shaharda 2-yil bitta shaharga Work and Travel kelgan bolalar bilan yaxshi video intervyu qilganmiz. Juda ko'p foydali ma'lumot berishgan. O'sha qaysi firma orqali qilish raqamlari bormi deb yozibdilar. Bu savolni ham saqlanib chiqib qo'ygan sababi o'sha videoda aytib o'tilgan firma orqali qilishmaganligini, o'sha qanaqa qilib ish topishganligi, bittasi o'rtoq orqali ish topgan, bittasi misol nemis Germaniyadagi o'sha Work and Travelga ish topib beruvchi firma orqali topgan, onlayn topgan, email orqali yozishganini hammasini tushuntirib o'tgan. Bu yerda raqamlari bormi, qaysi firma orqali qilish. Videoni ko'rsa tayyor ma'lumoti bor, qanaqa qilib topishgan. Xuddi o'sha jarayonni siz ham qilsangiz, o'sha Work and Traveldan ish topishingiz mumkin bo'ladi. Kirasiz, Germaniyadagi Work and Travelga ishga joylovchi tashkilotlar deb yozsangiz chiqib keladi. Endi inglizchada yo nemischada qidirish kerak albatta. Ular ham shunaqa qilgan. O'shalar hammasini aytib o'tgan. Odamlar baribir yo videoni oxirigacha ko'rmasdan yozadi bu savollarni, yo bilmayman nimaga o'sha tayyor ma'lumot turgan narsani yana qayta so'rashadi. O'z ko'p videolarimda misol Germaniyada bepul ta'lim haqida yozilgan bo'lsa, bakalavr tekinmi deb yozib qo'yishgan. Videoni bosishgan, videoni 1 sekundini ham ko'rishmagan, sразу kommentariyaga kirib bakalavrda o'qish tekinmi deb yozishadi. Videoni ko'rsa, 1-2 daqiqasida aytib o'tilgan bakalavr tekinligi, nega tekinligi, qanaqa jarayonligi hammasini tushuntirib o'tilgan. Odamlar video ko'rishga ham erinishadi. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, men kiberxavfsizlik sohasi bo'yicha o'qib Germaniyaga ketmoqchiman. Nima maslahat berasiz? Harakat qilib kelishni maslahat beraman. Javob shu bo'lishi kerak, lekin savol yana aniq berilmagan, to'liq berilmagan. Men kiberxavfsizlik sohasi bo'yicha o'qib Germaniyaga ketmoqchiman. Nima maslahat? Maslahatim nemis tilini o'rganib kelish yoki harakat qilib topshirib kelish bo'ldi. Bundan ortiq maslahat yo'q. Bilmayman. Adashmasam savol chuqurroq bermoqchi bo'lganlar, ko'pchilik savol berishni ham bilmaydi. To'liq savol berishi. Kiberxavfsizlik sohasi bo'yicha o'qisam, Germaniyaga borsam ish bormi? Qanaqa ish bo'ladi? Oylik necha pul yoki mana shunaqa savollar bo'lishi mumkin. Aniqroq, chuqurlashtirilgan, ixtisoslashgan savollar bo'lishi kerak edi. Bilmayman nima deb javob berganman. Hamma kommentarlarga javob berib o'tishga harakat qilaman, chiroyli, tushunarli, haqorat qilmasdan. Lekin o'sha aniqroq savolligi men aniqroq o'tirib, misol 5-10 minut vaqtimni ham ketkazib, ozgina izlanib javob berishga ham harakat qilaman agar savol aniq bo'lsa. Bunaqa umumiy savollarga nima maslahat berasiz? Nemis tilini o'rganib keling, harakat qilib topshirib keling deb javob yozib qo'yaman, chunki savol umumiy, javobi ham umumiy bo'ladi. Shuning uchun savol berayotganda menga emas, faqat xohlagan boshqa insonga aniq vaziyatni tushuntirib, aniq tushunarli, to'liq qilib savol berishni o'rgansangiz, to'liq tushunarli javob olasiz. Umumiy savol bersangiz, umumiy javob olasiz. Xuddi aytgandek, Chorsuvga borsam bo'ladimi deb so'rasangiz, bo'ladi deydi, bo'ldi. Agar Chorsuvga qaysi yo'l bilan borganim yaqin, necha kilometr bor, avtobusga borganimda necha vaqt ketadi, mana shunaqa aniqroq savol bersangiz, aniqroq javob olasiz. Keyingi savol o'qiymiz. Assalomu alaykum. Aka, FSYga yordam bera olasizmi? FSY degan volontyorlik. Bu narsalar haqida men eshitganman, bilaman, gaplashganmiz, lekin men qanaqa qilib yordam berishim mumkin bilmayman. Qo'lingizdan yetilab olib kela olmayman. Germaniya kansleri emasman, elchixonada ishlamayman. Hujjatlaringizni hal qilib bera olmayman. Faqatgina o'tirib o'sha volontyorlik dasturlarini topasiz, hujjatlarni topshirasiz, intervyudan o'zingizga bog'liq narsa. Ko'pchilik yozadi, nimadir yordam bera olasizmi, yordam bera olasizmi? Hech kim yordam bera olmaydi aslida, faqat o'zingizga bog'liq. O'zingizni qo'lingizdan ushlab, misol ovqatni misol og'zingizga solib qo'ygandan keyin u chaynash faqat o'zingizga bog'liq. Hech kim sizni jag'ingizni chaynab solib qo'ya olmaydi. Shuning uchun bunaqa savollarga har doim yo'q, yordam bera olmayman deb yozib qo'yaman. Chunki rostdan ham yordam bera olmayman. Hamma narsa o'zingizga bog'liq. O'rningizga konsalting firma topshirishi mumkin. Unda ham baribir siz ularga rasmlarni, hujjatlarni, hamma narsani topshirishingiz kerak. Ular yig'ib o'rningizdan topshiraveradi. Javob qabul qiladi, ozgina sortirovka qilib
baribir 50% o'zingiz qilasiz, 50% ular yordam berishi mumkin. Shunda ham ular sizchalik jon kuydirmaydi, siz uchun eng zo'rini topib bermaydi. O'ziga qulay bo'lgan osonni topib berishga harakat qiladi. Sizga mos keladigan, sizga ideal keladiganni faqat o'zingiz topa olasiz. O'zingiz vaqtingiz, o'zingiz kuchingiz ketkazadi. Adashmasam bu bilmayman qaysi videomga FSyot haqida qilingan videoga qoldirilgan kommentariy bo'lishi mumkin. Keyingi savolni o'qiymiz. IELTS 7 bilan ham borsa bo'ladimi? Yana shunaqa umumiy savol bo'ladi. IELTS 7 bilan ham borsa bo'ladi. Aytganda Chorsuga borsa bo'ladimi deganda, albatta bo'ladi, boravering. Agar bu savolni chuqurroq, misol bakalavrga IELTS 7 yetadimi, kamlik qilmaydimi desa, kamida 6 bo'lishi kerak, 7 yetadi yoki magistraturaga so'ragan bo'lishlari mumkin yoki boshqa dasturga yoki boshqa narsaga bo'lishi mumkin. Bu umumiy savol. Xuddi shunaqa umumiy javob olasiz bo'ldi. Aniq savol bo'lsa, aniq javob olasiz. Ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Shunaqa savollar juda ko'p o'zi aslida. Bitta ikkita mana shu zo'r videoda aytib o'tilmagan joyiga ochib savol beradigan insonlar, to'liq tushunarli qilib yozadigan insonlarning savolini ko'rsam, o'zi bilinadi. Bergan savoldan odamning intellektini darajasi ham bilinadi. Maza qilaman, o'tirib zo'r, to'liq tushunarli qilib javob berishga harakat qilaman. Keyingi videoni ko'ramiz. Ikkinchi bolani qanday topsam bo'ladi? Shu Work and Travelga qo'ygan videomizdagi intervyu videoga yozishibdi. Ikkinchi bolani qayerdan topsam bo'ladi? Ikkinchi bola adashmasam Muhammad Umar edi. Muzqaymoq Dessauda Rathaus ichida muzqaymoqqa kelgan, ishlagani. U bolani topdingiz ham deylik, nima o'zgaradi? Mana shunga sahnaga chiqib qo'yganman adashmasam. U bolani topib nima o'zgaradi? U sizni o'rningizga ish topib bermaydi. U sizni o'rningizga bermaydi. Yo'q, qo'lingizdan ushlab bu aytgandek Germaniya kansleri emas, elchixonada ishlamaydi. U ishni hal qilib bermaydi. Joyini sizga sotishi mumkin, albatta, to'g'ri. Lekin bu ham menimcha juda qiyin masala, chunki o'zi kelmasa, o'zini o'rniga boshqa odamni olmaydi. Kontaktlarni olish uchun ismini aytib o'tgandim, o'shani yozsangiz, misol meni profilim orqali yoki o'z Muhammad Umar deb yozsa ham chiqishi kerak. Adashmasam, lekin o'zi asosiy ma'no videoda tayyor ma'lumot turibdi, qanaqa qilib ish topishganligini. Xuddi shu jarayondan o'tsangiz, siz ham ish topasiz. Bilingan odamlar shunchalik dangasa bo'lib ketganmi, shunchalik. Keyingi savolga o'tamiz. O'zbekistonda bakalavr tugatib, magistraturada o'qimoqchi bo'lganlarga qanaqa maslahat berasiz? O'zbekistonda bakalavr tugatib, magistraturada o'qimoqchi bo'lganlarga bu ham umumiy savol. Umumiy javob shu nemis tilini o'rganib borish shu bo'ladi. Lekin aniqroq, misol yoritib berish uchun juda ko'p joyi bor. Kasb o'rganib kelish kerak, tilni yaxshi o'rganib kelish bu ikkinchi o'rinda. Yana nima? Qo'shimcha yo'nalishlar, kelishdan oldin shu pul, yetarlicha pul yoki qarz, ko'pchilik qarz qilib olib keladi, keyin bu qarzni to'layman deb o'qishi qolib ketadi. Qarzni to'laydi, keyin o'qishni bitirganda hech qanaqa na tilni o'rganadi, nemis tilini, na kasbni yaxshi o'rganadi, na yaxshi bitiradi. Shundan keyin ish topishda ham qiynaladi. Juda ko'p savol joylar bor. Aniq bitta joyini savol qilib berganlardi. Aniq bitta joyga to'liqroq o'rganib javob berishga harakat qilardim, lekin umumiy savolga javob nemis tilini yaxshi o'rganib kelish. Keyingi savolga o'qiymiz. Men Germaniyaga meditsina yo'nalishida o'qimoqchiman. Shunga nima maslahat berasiz? Oddiy yana faqat shunaqa savollarni yig'ma shakl. Meditsina yo'nalishida o'qimoqchiman. Shunga nima maslahat berasiz? Javob bergan ekanman. Nemis tilini a'lo darajada o'rganishni maslahat beraman. Umumiy savolga aytganda umumiy javob berganman. O'zimning fikrim nemis tilini a'lo darajada o'rganib kelish, ayniqsa meditsina sohasida. Xo'p, nemis tilini o'rgandim deylik, menga qaysi universitetlarni maslahat berasiz? Men vrach bo'lmoqchiman. Vrach sohasida hamshiralik emas, lekin hamshiralik emas, qanday topshiraman? Testlarni O'zbekistondan 5 ta fandan milliy sertifikat olsam, nemis tilidan sertifikat olsam bo'ldimi, yo u yerda ham test topshiramanmi? Nima saqlanib turganini men esladim. Nemis tilini a'lo darajada o'rganishingiz kerak deb aytganman, shunda aytibdi. Xo'p, nemis tilini ham o'rganib oldim deylik. Xuddi hammada shu narsa, nemis tilini o'rganib olaman 2-3 oyda yoki nemis tilini o'rganib oldim deylik. Yo'q, eng asosiy universitetga topshirishda ham, ishga kelishda ham 80% muvaffaqiyatga hal qiluvchi narsa bu nemis tilini yaxshi bilishingiz. Bu 2 oyda o'rganib olmaysiz, 1 yilda ham o'rganib qola olmaysiz zo'r nemis tilini. 2 yil davomida har kuni o'zingiz ustingizda ishlab, har kuni vaqtingizni, asabingizni ketkizib, xarajatingizni ketkizib til o'rganadigan narsa. Bu yerda hop nemis tilini ham o'rganib oldi deylik, vrach bo'lmoqchiman, qaysi universitetlarga topshiraman, milliy sertifikat haqida
yangi narsa, adashmasam O'zbekistonda milliy sertifikat degan narsa chiqqan. Milliy sertifikat mantiqan o'ylab javob bermoqchi bo'lsam, milliy sertifikat nomi bilan milliy sertifikat faqat O'zbekistonda o'tadi. Milliy sertifikat. Germaniyaga un taalluqli joyi yo'q, u sertifikatdan yaxshi olasizmi, yomon olasizmi? Germaniya uchun nemis tilini yaxshi bilishingiz kerak. Tilni tushunish sertifikati anglatuvchi narsa. U yo'g'ida meditsina bakalavriat topshirish uchun student kollej bor. O'shani o'qiysiz 1 yil. Agar bakalavr bitirib magistraturaga kelsangiz, bakalavrdagi baholaringizni ko'rib hisoblab, sizni kimligingizni tushunib oladi. Alohida testlari bo'lib o'tirmaydi. Suhbat bo'lishi mumkin, faqatgina ba'zi holatlarda, lekin umumiy holatda sizni bakalavrdagi baholaringiz, til sertifikatingiz, qilgan ishlaringiz, portfolioingiz yoki ishlagan ishdagi tajribalaringiz hujjatdan ko'rib o'qib qabul qiladi. Unaqa testlari yo'q alohida. Bu yerda asosiy qoida qoldiradigan narsa, aytmoqchi bo'lgan narsam, hop nemis tilini o'rganib ol. Nemis tilini o'rganib olaman, yana nima qilishim kerak deyshadi. Oldin o'rganib ol, keyin gaplashamiz. O'zi nemis tilini o'rganish jarayonida, shu Blitzda ham o'qiganimizda juda ko'p inson bir-biri bilan gaplashadi, networking bo'ladi. Men bu narsani qildim, mana bunaqa narsa ekan, mana bunaqa bo'lar ekan, mana buncha vaqt olar ekan. Siz nemis tilini C1 darajaga chiqquningizcha Germaniyaga borish hamma yo'lini mendan ham yaxshi bilib olasiz. Jarayonlar qancha vaqt ketishini hamma ma'lumotga ega bo'lasiz. Siz C1gacha nemis tilini o'rganib oling. Bunaqa savollar berib o'tirmaysiz. Hamma narsani jarayonda, til o'rganish jarayonida o'rganib olasiz. Sekin. Shuning uchun bunaqa savollar beradiganlar, men o'ylaymanki 99% holatda Germaniyaga kelishni tashab qo'yadi ham. Faqat 1% holatda menimcha kimdir o'zgarishi mumkin yo'q. Endi yoshlar, savol berishni bilmaydigan insonlar bunaqa savol berib o'rganayotgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Javob bergan ekanman o'zi, oldin nemis tilini yaxshi o'rganing. Siz o'ylaganingizdek 1 oyda o'rganib qolmaysiz. Kamida 1,5 yil, 2 yil ketadi. Harakat qilib tinmay o'qisa va shu jarayonda barcha jarayon va ma'lumotlarni tushunib olasiz. Milliy sertifikat Germaniyaga nima aloqasi bor? O'z nomi bilan milliy sertifikat-ku, faqat O'zbekiston uchun. Faqat nemis tilidan C1 sertifikat bilan qabul qilinasiz o'qishga. Qaysi o'qishligiga farqi yo'q, hammasi a'lo darajada. Mana bunda ham to'liq javob berib o'tishga harakat qilgan ekanman. Shunda ham biling, tushunadi, tushunmaganga foydasi yo'q. O'sha Germaniya hayotidagi Behruzga ketganlarda, Germaniya tili o'rganib Germaniyaga bu narsaga kelma, Germaniya mana bunaqa narsa bo'ladi desa, sen borib olib, bu yerga kelmoqchi emassan deydi. Negativ fikrlaydiganlarga, mantiqan fikrlab, to'g'ri ma'lumotni to'g'ri hazm qila olmaydigan insonlarga urib tushuntirasizmi, yaxshi gapirib tushuntirasizmi, ko'rsatib tushuntirasizmi, isbotlab tushuntirasizmi, farqi yo'q. Hamma o'zini negativ fikrida qolaveradi, menimcha. Keyingi savol o'qiymiz. Aka, assalomu alaykum. Meni jiyanim veteran, shu sohaga ishga bormoqchi. Tilni bilmaydi, nima maslahat berasiz? Umumiy savol, tilni bilmaylar, tilni o'rganib borish. Tushuntirmoqchi, bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsam, Germaniyaga til bilmasdan kelishni deyarli iloji yo'q. Nega deyarli deyman? Albatta iloji bor. Pragaga viza qilasiz yoki Latviyaga viza qilasiz, oson viza qilish mumkin bo'lgan. Pul to'laysiz, viza chiqadi. Zavodga qanadir yolg'on shartnoma qilib berish mumkin. O'sha orqali Germaniyaga kelishadi, noqonuniy hujjati yo'q, hech kim noqonuniy ishladi, qora ishladi, ishlashadi. Shunaqa holatda kelib, lekin kasb veterinar bo'lib ishlay olmaysiz albatta. Bu yerda iloji yo'q. Veterinar bo'lib ishlamoqchi bo'lsalar, tilni o'rganishlari kerak. Veterinarlik diplomlar, sertifikatlari bor. Faqat tilni qo'shsalar Germaniyaga Weiterbildingga, o'sha sohasini mutaxassis bo'lishga 6 oylik kurslarga kelishlari mumkin, to'g'ridan-to'g'ri ishga kelishlari mumkin, magistraturaga kelishlari mumkin, boshqa narsalar qilish mumkin. Eng asosiysi aytganimdek, 80% muvaffaqiyatli Germaniyaga kelishni ta'minlovchi narsa bu nemis tili sertifikati bo'ladi. Keyingi o'rinda o'sha sizning kasb-hunar diplomlaringiz, hujjatlaringiz. Shuni maslahat berib qolgan bo'lardim. Savollar shu ekan, shulardan iborat. O'zi savollar juda ko'p. Bu videoni ham tagida aytib o'tilmagan savol to'liqroq mana shu formatda javob berib o'tish kerak bo'ladigan savollar bo'lsa, yozib qoldirsanglar, albatta keyingi videolarda shu formatda olib chiqishga harakat qilaman.